Sen narxi go'sht qancha? Narxi 320 ta. Qaysi molniki? Bir mayda mol 320 ta. Qancha kiraverasiz? Jilg'a 16 ming. Nega yak qasob do'kon bo'ldi, uni e'lon qildi, mehoyaki Turkiya bira. Albatta foyda ziyod kadaki mehoya Turkiya. Bu savdolarni qayerdan olasiz? Mozor, Daraysu. Bu do'konimizda jip bor, jipning uchun. Jibama birontaga zarlab keladi masalan. خب دوستان عزیز، قسمی که می‌بینیم در بازار کتاقا هستیم. اینجا اومدیم تا برای شما عزیزان یک گزارش داشته باشیم درباره سابقه بازار. مثلا چند سال پیش تأسیس شده و در این بازار چی چیزها پیدا میشه، در این ویدیو میپردازیم. تا انتهای ویدیو ما را همراهی کنید. اگر اولین بار است که ویدیوهای ما را میبینید، کانال بلال ریحان را سابسکرایب نموده و زنگوله را فعال کنید تا اولین نفری باشید که ویدیوهای ما را میبیند. خب در حالی ما یکی از دکاندارای بازار هست، یک مصاحبه شنمی داشته باشیم که چی چیزها در بازار پیدا میشه. yaxshi barsizmi? Baxarsizmi? Shukr. Bu do'kon o'zingizniki. Xo'p, bu do'konda nima desa ko'p topiladi? Tamom, menga bor mushkullarim hali bo'ladi. Bu do'konning ichiga o'zimiz bir ma ra hamrohi kunib daxil do'kon yoki merim yoki tasviri shonami dاشته باشید که چی چیزها هست. Bu do'konimizda jip bor, jipning uchun. Jibama birontaga zarlab keladi masalan. Qarab, bu jip nima raqam zarur bilasizmi? Biron mototsiklga modim biron necha jo'lar ustiga sarjini, xurjini. O'sha chizay mahalla, o'sha siyosalar. Siyosatlarda ketadi. Yaxshi. Bu do'kon necha yil bo'ladi do'kondalik? Men do'kondalik qilganim 2 yil bo'ladi. 2 yil bo'ladi. Do'kon o'zingiznikimi, kiroyi? Kiroyi. So'ng qancha kiro berasiz? Buni men yiliga 15 ming kiro beraman. Sahiy, yiliga 15 ming, fikr qilaman 1 mingdan ko'proq yilga keladi. Sahiy. So'ng savdoni qayerdan olib kelasiz? Savdoni biz markazdan olib kelamiz. Xush bo'ldim didoringizdan, muvaffaq bo'ling. Xayr. Assalomu alaykum. Shuni xavasding? Jo'rsizmi? Orta gapirasizmi o'zbek? O'zbek. Xo'p, yaxshi barsizmi? Shukr, alhamdulillah. Xush bo'ldim. Siz nima qilasiz bu yerda? Vazifangiz nima? Do'kon o'zingiznikimi, kiroyimi? Kiroyi do'kon. Do'kon kiroyimi? Qayerda bo'lasiz? O'zimni bir qishloqda banomi Cho'ra deydi. Xo'p, siz qishloqdan bo'lmaysiz, Tabrik qishloqdan. Bali. Xo'p, yaxshi. Bu do'konda kiro olganingizga necha yil bo'ldi? Yil bo'lgan yo'q, bir necha oy bo'libdi. Kirosi qancha so'm bu bozorda do'konda? Buni 1 yilga 16 ming. Xo'p, 1 yilga 16 ming. Bali. Bu savdolarni qayerdan oldingiz? Mozor, Daraysu. Mozor, Daraysudan. Bali. Xo'p, savdolarning bayi o'sha aybakning savdosi bilan barobarmi yo qimmatmi? Barobar. Qimmatmasmi? Yo'q. Xo'p, yaxshi. Bu yerda nesa topiladi? Nima nesani so'raysiz? Xo'p, masalan, xo'rakadan, masalan, jov, guruch, bu bir famil nima nesiga zarurati bor, birda topiladi? Topiladi, zarurati birinchi, ro'g'an. Ana shunikilar zarurat topiladi degan. Daqiqa, meni do'stlar aziz, menga اینجا همه چیز پیدا میشه. مثلا یک فامیل چی چیزها را ضرورت داره، از خوراک فروشی، از پوشاک، از کالا، از همه چیز اینجا همه چیز پیدا میشه. Meni abdim Suhbatulloh Taxolis Beg'o'g'li. Qayerdan bo'lasiz? Viloyat Samangan Ulsuval Darisi qariya Safit Ko'tar. Xo'p, bu qariyadan bo'lmaysiz? Yo'q, bu qariyadan bo'lmaymiz. Yaxshi. Bu yerga necha yil bo'ladi do'kondorlik? Bu yerga taqriban 1-2 yil bo'ladi. Yaxshi. Bu do'kon o'zingiznikimi, kiroyimi? Ular kiroyi. Xo'p, masalan, qancha kiro berasiz? Yiliga 16 ming. Yiliga 16 ming. Yaxshi degan, masalan, oyiga qancha tushadi? 1 mingdan ko'proq. Oyiga 1 mingdan ko'proq tushadi. Xo'p, yaxshi. So'ng savdoni qayerdan olib kelasiz? Viloyat Mozordan, Samangandan. Xo'p, o'sha narxi aybaka sotasizmi yoki qimmatmi? Xo'p, farqi bor, kam farqi bor bunda. Va xotiri yo'l degan, yo'l uzoq. Yo'l uzoq, yo'l kirasi bor, shuni kam farq qiladi. خب دوستان عزیز، آمدیم در پیش یکی از قصاب‌های بازار که مصاحبه شنمی داشته باشیم. مثلا در یک روز چند مال اینا آب میکنن، میفروشه. خب دوستان عزیز، اینمی کاکا را که میبینین، اینمی خود قصاب است. که خود قصاب سرخوردیم. خدا کنه اینمی بازارش خوب باشه، یک مصاحبه شنمی داشته باشیم. سلام علیکم، نشوارسمن. Shukr, fazlakum, xayr bo'lsin. Sizmansizmi? Shukr, alhamdulillah. Siz avval o'zingizni bir ma'rifa qiling, kamera qarab turing. Ismim Jo'raboy ati. Xo'p, otingiz Jo'raboy. Otim Jo'raboy, ya. Otim Jo'raboy. Yaxshi, qayerdan bo'lasiz? Buni shu Katovoq deyman, qani shundan bo'laman. Shu qishloqning o'zidan bo'lasiz? Qishloqning o'zidan bo'laman, bali. Yaxshi. Bu do'kon kiroyimi o'zingiznikimi? Bu do'kon kiroyi.
Masalan qancha kira berasiz? Kira solana 20 ming kira beramiz. Qimmat ekan. Qimmat, do'kon kamu mardlarning nufus ko'rak, shularning zebrak mardning ustoz zaif. Agarchandi ro'zona shuga bir mol so'ysang bermaydi, mana shu molni yetan so'ymaydi. Olam tarix bir 3-4 kilo o'tdi, boshqa turibdi, mardim ko'p zaif, ustoz zaif, bog'suv yo'q, bog' necharaqa mardim mushkullar bor. Xeyli maqtan mushkullar mardim, xeyli zaif degan shu vaqt. Yaxshi, ertangi so'ygan bo'lsangiz, hali nisbi kun ham turibdi degan. Bugun bozor ham o'shingiz inshaalloh o'tadi. Tavakkal vaqti olam taala ko'mak qilsa inshaalloh. Xudo qilsa ta'bir qo'ydi ham so'yib sotadi. Inshaalloh. Yaxshi. So'ng bu yerda liniysa ko'p so'yasiz. Katta mol ko'p so'yasiz, mayda mol? Mayda mol ko'p so'yiladi berga. Xo'p, so'ng narxi go'sht qancha? Narxi 370 ta. Shu qaysi molniki? Bir mayda mol 370 ta. Xo'p, masalan katta mollik qancha? Kichik. Katta mol kichik. Saydiga ayna berilgan aziz, moli kalon degan injo sesadi past kilish. Dasamangan mobilim xudo sesadi ko xaridini metan dasamangan qiymat as shuningda. Dasamangan bola samangani. Samanga sa sizin sad boshqa, chorning sad go'shti. Mayda mol ino bara amna bizgala. Tinja mayda mol kul sam sesada ortadir past. Bizgala u go'shtni bara kul siyat baras. Yaxshi. Bunday masalan siz bir narxga sotsangiz yardan qimmat, tabir qasob tabir narxga sotsa, bunday bir narx yo'qmi? Yo'q, narx tafovum bir narx savol narx degan bir narxga ma'lum. Demoqlar bir narx. Yerda shu bir narxmi? Bir narx bilan bir. Xo'p, bu bozordan so'ng ne raqam negovani ham bormi kecha tarafdan? Bor, chavkidor bor, nazam ko'rgan. Chavkidor bor. Bu bozor necha yil bo'ladi ta'sis bo'lganiga? Bozor shu 5-yil bo'ldi. Saydiga o'zingiz necha yil bo'ladi ko'ndarib? Mehjon ichida avval shuni shirq bor bir qasab bor endi qo'yib beribdi. Ular Turkiyada avval mehson avvalin dafa necha ro'z bo'lib ketdi qilib. Aynan deganiga ya qasob do'kon bo'ldi, uni ilokada mehoyaki Turkiya bira. Albatta foyda ziyodkadaki mehoy Turkiya bira. Siz ham inshaalloh foyda qilib Turkiya keting. Xudo tavakkal bog'la. Yaxshi. U qasob nega qo'yaribdi? Qasab kishimizda mushkullar to'g'ri mazza yo'q, vaqat insonlarga mazza yo'q. Mazza yo'qlar ketar qo'yib foyda qilolmadi, madina mamla u ketdi. Shaqon Manchester Zaybullar qo'yib ketdi Turkiya. Xudoy nafasda o'zingiz qanday mohirsizmi qasoblikqa yo toza shirq? Tavakkal men toza shirq mal ma'lum bo'ladi. Yo'q, qasobingiz sobiqakormi yo toza? Toza bo'lsa chalishga barobar bo'lasiz. Masalan, bir qo'ydan shunday vaqt bo'lganmi, nuqs qilganmisan? Ha, u nuqs bor, nuqs foyda bor. Nuqs bormi? Nuqs bor, 1015 nuqsdan bor, foyda ham qanday 1500 foydasi bor. Bu barobar bilib bo'lmaydi degan norit olinadi, mollar ana bo'lib. Uni kishi bilmaydi, qancha to'li bor, qancha to'li yo'q. Masalan, ba'zi foyda qiladi, ba'zi nuqs qiladi. Ba'zi nuqs qilasiz, ta'siri shirki, toza shirk qilsiz. Ba'zi qasoblarda o'zimiz qasoblarimiz bor, shu mollik ko'rsa, shu ko'zi biladiki, shu qancha oy qiladi. Ha, vaqt o'yligi biladi, albatta, jana shirq bilan taniz odam buni bilmaydi. Onami o'sha molning egasi qasoblardan xundan ayira olmaydi, endi sizdan ayirmaydi. Zaten inshaalloh ayiradi. So'ng bunday narsa ham bormi? Masalan, komishanga so'ysangiz bir qo'ying. Komishanga ham bor. Masalan, ne raqam komishan olasiz? Komishan berga 1100 bo'linadi. O'sha qaysasi mol bo'ladi-na, mol bo'ladi 1100 bo'ladi. U paytaga ishi yo'q, mardimga taqsim qilamiz ana uni mingdan. Yuzib qo'yram, uni paytasini bizdan naq beramiz. Ayni do'stlar aziz, nega da komishan ham yak mol me'kusha. Masalan, komishan chi raqam emas, yak mol me'kusha. Ya 8000 tona mol asilkat, janob qaysadirda komishan mizga shundaymi? Bale shunday. Yaxshi-da. Komishan ham so'yasiz. Komishan ham qo'yadi. Yaxshi, xush bo'ldim didoringizdan. Qaysi payomingiz shu javonay musofirlarga bo'lsa, ayting Turkiyadagi musofirlarga. Tashakkur jonjurun tilim darjida bo'lsa, joni jo'r bo'lsin, vaqti xush bo'lsin, sog' salomat bo'lsin. Xudoga shularni ham paysa topqani borgan paysa topsin. Paysa topsin. Ba'zi javonlarda o'zimiz ko'rganmiz, Turkiya ham borib keladi, nesa jo'r bo'lmaydi. Voqea bo'lib bor, qaraqamani uni ko'rib turdim, ba'zan madinlar bor. Shuni masraf bejo keladi, ba'zan mushkulat bor, mushkulat uchun keladi, ana uni raqam madin bor, qaraqam u. Ko'proq ana mushkulat shu vaqt mushkulatga boradi. Madin bordan suv yo'q, bordan ehtiyoj deydi, har raqamini shuni madin mushkulati ko'pi shundan shuklanishlar. Yaxshi, xush bo'ldim didoringizdan. Umidvorman, o'sha go'shtingiz ham o'tsin, ham oshagacha bir 2 qo'yda so'yib soting. Salomat, tashakkur, zinda bo'ling. Baxayr bo'ling.